Brother, single line, please. Too much people. Go, single line. Yes. Wait, single line. Stop. Single line, brother, single line. Stop. Too much people, single line. Yes, sir. Single line, please, single line. Stop. Single line, brother. Single line, Haji, single line. From Uzbekistan. بروري خلاص ताजा हाजी बंजरियो Ha. Aytavering. Mana shu nima uzun bog'ida Addos degan bitta odam edi, Isoiy edi. Keyin payg'ambarimizdan musulmon bo'ldi. Mana shu yerda odamlar qiynatgan edi payg'ambarimizni, keyin ana shu Addos uzun bergan payg'ambarimiz. Keyin ana shu musulmon bo'ldi. Mana shu bog' ana shuniki edi. Addos degan Addosning nomiga keyin tuzatishdi masjidni. Bu masjid ilgari yo'q. Keyin tuzalgan, lekin Addosning nomimiz namoz o'qigan bo'lsa yo'q. U zamonga yo'q edi masjid. Mana shu bizim eshitilyaptimi? Hozirda qo'ying mayli. Ilgari mana shu yerda uzun edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom erta mag'zum bo'lib qaytading, qayerliksan, isming nima dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ismim Addos. Dajla daryosi bo'yida joylashgan Naynavo shahridanman. Nasroniyman. Naynavolikmisan? Yunus ibn Matto degan odamning yurtidan ekansan-da deb aytadilar. Siz u kishini qayerdan bilasiz deb hayratlanadi haligi Addos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yunus alayhisalom ham men kabi Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar edilar deb Qur'oni Karimdagi Yunus qissasini o'qib berdilar. Bundan ajablangan Addos kalima keltirib musulmon bo'ldi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisa bilan Makka ga qaytdilar. Dam olish uchun o'tirdilar. Bu paytda Nasibin degan joyda to'plangan jinlar yetkazish uchun sababchi bo'layotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga zarar berish maqsadida edilar. Naqlaga yetib kelishganida Rasululloh alayhi vassalom qiroat qilib namoz o'qiyotgan edilar. Jinlar Allohning kalomini eshitib bir zum to'xtab qolishdi va iymon keltirishdi. Ammo payg'ambarimiz alayhisalom bundan bexabar edilar. Alloh taolo buning xabarini Qur'oni Karimning quyidagi oyatlari orqali bildirdi. Ey Muhammad, ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi tilovatimni eshitib, o'z qavmlariga borib dedilar: darhaqiqat bizlar ajib bir Qur'onni eshitdik. U to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Bas darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Robbimizga hech kimni sira sherik qilmagaymiz deb Jin surasining 1-2 oyatlarida marhamat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qaytib keldilar. Alloh taolo buyurgan payg'ambarlik vazifasini bajarishga yana davom etdilar. Bitta shu Addos radhiyallohu anhu o'sha musulmonlikni